Axborotnomadagi bu misolni shartiga e'tibor qarasak, biroz murakkabroq ko'rinadi. Lekin sizlar bilan bir xossani ko'rib chiqamiz va bu xossa yordamida bu misol juda osonlik bilan chiqadi. Agar bizga ikkita son berilib, ularning i kub va i kuklarining ko'paytmasi so'ralsa, shu sonlarni bir-biriga ko'paytirib qo'yishning o'zi yetarli. Ya'ni, masalan, 8 bilan 10 sonining i kub va i kuklarining ko'paytmasi so'ralsa, odatiy ishlash uslubi bo'yicha biz 8 va 10 ni birinchi tub ko'paytuvchilarga ajratamiz va i kubini topamiz, keyin i kukini topamiz va chiqqan natijalarni ko'paytirishimiz kerak. Yuqorida xossaga ko'ra esa 8 ni 10 ga ko'paytirib qo'yishning o'zi yetarli, ya'ni 80 chiqadi. Endi bu xossaga ko'ra bu misolni ishlaymiz. Ya'ni bizda eng katta umumiy bo'luvchisi 7 bor. Demak, 7 ko'paytirilgan i kuki noma'lum bo'lganligi uchun x deb olamiz va ularning ko'paytmasi esa 294 ga teng ekan. Ya'ni bu xossa yordamida bu misol bir noma'lumni tenglamaga aylanib qoldi. Bundan x 294 ga 7 ni bo'lsak 42 degan javob chiqadi. Mana shunday matematikada xossalarni bilsangiz, misollar juda ham oson chiqadi va bunday xossalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sahifamga obuna bo'lib qo'ying.